Bir kuni Jabir ibn Abdulloh uyiga borib ayoliga shunday dedi. Allohning rasuli ochlikdan qiynalganini ko'rdim. Har kim bunday qiyinchilikdan yerga qulashi tayin. Uyda yeyishga nimadir bormi? Shunda ayoli dedi. Allohga qasamki, bizda mana shu echki va biroz arpadan boshqa narsa yo'q. Jabir echkini so'ydi. Ayoli esa arpadan un qildi. Go'shtni qozonga solib tandirda pishirishdi. Jabir uyni tark etmoqchi bo'lib turganida ayoli shunday dedi. Rasulullohning qarshisida meni uyatga qo'ymang. U ko'p odam chaqirmaslikni nazarda tutgandi. Chunki tayyorlangan taomlari bir necha kishiga yetardi xolos. Jabir Rasulullohning oldlariga borib biroz taom tayyorlaganlarini aytdilar. Payg'ambar alayhissalom kelganlarida taom va non ustida baraka so'rab duo qildilar. So'ngra ichkarida sahobalarni 10 tadan kirishlarini buyurdilar. So'ngra nonni tandirdan o'z qo'llari bilan uzib, ustiga bir bo'lakdan go'sht qo'yib sahobalarga tarqatdilar. Sekin asta hammaning qorni to'ydi. Ammo na go'sht va na non kamayib qolmadi. Shundayligicha qoldi. Jabir va ayoli ko'rganlardan hayratda qolishdi. Ana shu kun haqida keyinchalik Jabir aytardi. Allohga qasam, minglab kishilar kelib to'yguncha taomlanishdi. Ammo qozonimiz hamon qaynardi. Xamirdan esa hali to'xtamay non qilinardi.